bo'lsa deb o'yladilar va ularning hayotlaridan, ibodatlaridan ajablandilar. Shunda payg'ambarimiz alayhissalatu vasallamning huzurlariga Jibroil alayhissalom buyuk farishta keldilar. Rasulimiz alayhissalomga kelib aytdilarki, ummatingiz shundan ajablanyaptilarmi? Mana shu 80 yil umr ko'rganidan, 80 yil ibodat bilan o'tkazganidan ajablanyaptilarmi? Alloh taolo sizlarga undan ham ko'ra yaxshirog'ini ato qildi deb Qur'oni Karimdagi surani nozil qildi. Qadr surasi. Estaizu billah. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadri khayrun min alf shahr. Tanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alloh taolo bizga xabar beryapti. Biz Qur'oni Karimni Qadr kechasida nozil qildik. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Qadr kechasi nima ekanini sizga ne ham anglatur. Ya'ni siz qayerdan bilasiz? Qadr kechasi nimaligini bilasizmi? Qadr kechasi 1000 oydan yaxshiroqdir. U 1000 oydan yaxshiroqdir, deyapti azizlar. 1000 oydagi to'xtamasdan yuqorida qilingan gunohsiz ibodatlar qilinadigan kundan yaxshiroqdir. U kechada farishtalar va ruh, ya'ni Jibroil alayhissalom Parvardigorning izni ila yil davomida qilinadigan ishlar rejasi bilan osmondan yerga tusharlar. U kecha tong otguncha salomatlikdir dedi. Shundan keyin Jibroil alayhissalom bu sizni ummatingizga ajablangan narsadan ko'ra afzalroqdir deb aytdilar. Mana bu kecha azizlar Qadr kechasi. Demak, bizga mana shunday bir ulug' kunda nasib qilyapti ekan. Qadr kechasini qadrliligini hozir aytib o'tganimizdek, eng birinchi bu kechada Qur'oni Karim nozil bo'ldi. Alloh taolo Qur'ondagi buyuk kitobini yer yuziga nozil bo'lish kunini Qadr kechada qabul qildi. Qadr kechani tanladi. Bu kechada yer yuziga Qur'on nozil bo'ldi. Bu kechada 1000 oydan yaxshiroq, ya'ni shunday bir umr bersaki 83 yil 4 oyini biz faqatgina ibodat bilan o'tkaza olishligimiz imkoni yo'q. 83 yil 4 oy bo'ladi. Hech o'rnimizdan turmasdan faqat ibodat bilan o'tkazishlik bu amri mahol narsa. Lekin Qadr kechasida qilinajak ibodat mana shu 83 yil 4 oy qimirlamasdan qilingan ibodatni fazilligini beradi. Buning uchun Qadr kechani topish kerak. Albatta Qadr kechani fazilatlariga umid qilib shu kechada harakat qilgan har bir inson bu qilingan va'dani savobini topacak. Rasulimiz alayhissalatu vassalam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda Imom Ahmad rivoyat qildi. Aytadilarki, lillahi fihi laylatul khayr min alf shahr. Man hurima khayraha faqad hurima. Allohga qasamki dedilar payg'ambarimiz alayhissalom, Ramazon oyida 1000 oydan afzalroq bir kecha bor. Kim uni yaxshiligidan mahrum bo'lsa, shubhasiz juda ko'p narsadan mahrum bo'libdi dedilar. Qadr kechasini fazilatidan mahrum bo'lish degani o'sha kechalarda g'aflatda o'tkazish. Yana bir hadisda Rasulimiz alayhissalom Imom Buxoriydan rivoyat qilinadi bu hadis. Aytadilarki, "Man qama laylatul qadri imanan ihtisaban va ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi." Kim Qadr kechasini kechalarini iymon bilan, ihtisob bilan, ixlos bilan o'tasa, uning shu kechaga qilgan, shu kungacha qilgan gunohlarini hammasi mag'firat qilinadi. Azizlar, bunaqa imkoniyat bo'lavermaydi. Tasavvur qilyapsizmi? Rasulimizning hadislariga zarracha shubha qilgan odam u nifoq bo'ladi, uni alomati. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan sahih hadis keltirilyapti. Imom Buxoriyda u zot aytibdilar, kim Qadr kechasini iymon bilan,
haqiqatda Alloh taologa ixlos bilan ibodat qilib o'tkazar ekan, shu kungacha qilgan gunohlarini hammasi o'chirilib ketadi deyapti-ya, hammasi. Nimaga g'aflatdamiz? So'rayapti bizdan, domla, Qadr kechasi qachon? 26 dan 27 ga o'tar kechasi, bu akid deb aytilmagan, ya'ni aniq. Lekin bor hujjatlar bilan necha yillardan beri 26-27 deb kelamiz. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari oxirgi 10 kunlikni izlaylar dedilar. Meni o'ylashimcha azizlar, buni har kunini izlagandan ko'ra imkon qilgan odam shuncha gunohimizni o'chirish va'dasini berar ekan, mana shu 10 tunini ibodatga bag'ishlab qo'yaylik. Qachonligini tortishib o'tirgandan ko'ra, bu kun ekan, u kun ekan degandan ko'ra, shu kunlarni ibodat bilan izlaylik. Axir bunaqa imkoniyat doimo berilmas ekan-ku. Agarki 10 ta xonani ajratib, 10 ta xonani har biriga dunyo boyligini to'ldirib qo'ysa, hozir mana shu 10 ta xonada $1,000,000 bor bittasida desa, hammasiga kirib chiqamiz. Shuni olish uchun. Hatto topganimizdan keyin ham kiraveramiz yana bormaygina deb. Dunyo. Lekin hozir Alloh taolo hamma gunohlarimizni kechirishlik, yilda bo'ladigan taqdirimizni hal qilishlik amri bilan shunday bir ulug' kunni berib qo'ysa, nima uchun ayni bir kuniga suyanib qolishimiz kerak? Harakat qilish kerak. Ibodatlar, duolar, istig'for, tavba ila o'tkazmoqlikka. Mana shu kunlarini Alloh azza va jalladan so'rash kerak. Qadr kechasi Ramazonning nechanchi kechasi ekanligidagi tortishuvlar bir necha yillardan beri davom etadi. Lekin ko'p men aytib o'tganimdek, ana shu Qadr kechasini ayni oxirgi 10 kunlikdan izlashligini Rasulimiz alayhisalom o'zlari aytdilar. Taharraw laylatul qadri fil vitri min al-ashr al-awakhir min Ramazon dedilar. Qadr kechasini Ramazonni oxirgi 10 kunligi va toq kechalaridan izlanglar dedilar. Toq kechalari, mana 26 dan 27 ga o'tar kechasi toq. Mana shunaqa toq kechalarda izlanglar dedi. Bu hadisni Shayxayniylar, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qildilar. Demak, Qadr kechasidagi juda ko'p dalillar shuni ko'rsatadiki, Laylatul Qadr kechasi bu ayni bitta kunda emas. Ammo ko'p sahobalar 26 dan 27 ga o'tar kechasini dalil qilib aytishgan, qat'iy aytganlari bor. Chunki Rasulimiz alayhisalom o'sha kechada bo'ladigan, o'sha tunda bo'ladigan alomatlarni aytganlarida sahobalar o'sha alomatni payg'ambarimiz alayhisalom davrlaridan bir necha marotaba kuzatganlardan kelib chiqib aytadi. Ilmiy yondashganlari bor, hadisga tayanganlari bor va shu orqali aksar holatda 26 dan 27 kechaga o'tishi deb aytilgan. Endi buni ustida ko'p ilmiy ishlar qildi ulamolar, buni izlandi. Lekin juda ko'p ustozlar, yurtning eng oxirgi allomalarining gaplari butun xalqqa bu borada tortishmasdan oxirgi 10 kunlikni qidirishni aytiladi. Ammo 26 dan 27 ga o'tar kechasi yanada kuchaytirish. Chunki ko'pchilik bunga fatvo bergan. Ana shu nuqtai nazardan bu kunda azizlar ibodat bilan, yaxshilik bilan o'tkazishlikka tayyorlanish kerak. Birinchidan biz mana bugundan boshlashimiz kerak tayyorgarlik ko'rishni. Qanday qilib? Qadr kechasiga hamma tomonlama tayyorlanadi. Ham ma'naviy tayyorlanamiz, ham boshqa jihatidan. Ma'naviy tayyorlanish degani nima degani? Qadr kechasida ana tanazzalul malaikati va ruh dedi oyat karimada. Osmondan farishtalar tushar ekan. Farishtalarni sonini, adadi haqida aniq ma'lumot hech kim bera olmaydi. Bu yerda osmondagi hamma farishta tushadi deyapti Qur'onda.
Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamdan farishtalar adadini so'raganlarida aytganlarki, men Me'rojga chiqqanimda Baytul Ma'murda, ya'ni avvalgi baytni osmonga olib chiqib qo'ygan bilasizlar.